Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Ushbu iboraga to'laligicha amal qiladigan bu Sirdaryo viloyati bo'ladi. Bu gapni bejizga aytganim yo'q. Chunki biz hozir sizlar bilan turgan ko'chada 11 ta o'quv markazi naq yonma-yon joylashgan. Bulardan Saimov akademiyasi, Alfa akademiyasi, Ideal Study, Abu Bakr School, Magister Education, Ziyo Education, Elegant o'quv markazi, Azimov xususiy maktabi, Rustam Bosimov, Ibrat School va Camelot IELTS centerlari joylashgan. Konkurentlar bunda yonma-yon joylashgan ko'cha Sirdaryoda faqat bitta emas. Hozir sizlar bilan bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Bu ko'chamiz nafaqat sirdaryoliklarga, balki qardosh mamlakatlarimizga ham juda ham tanish, chunki bitta ko'chaning o'zida naqd 8 ta shifoxona, 24 tadan oshiq dorixonalar mavjud. Navbatdagi ko'chamiz 3-mikrorayonning Sentralniy ko'chasi bo'lib, bu ko'chani ko'rsatishimizga sabab o'ng qo'lda kirib kelishingiz bilan naqd 14 ta odam bitta tochkada sartaroshlik faoliyati bilan shug'ullanishadi. Bu turgan ko'chamiz Uzgazoil ko'chasi. Bu ko'chani xalq tilida metanchilar ko'chasi desa ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kirib kelishingiz bilan sizni e'lon kutib oladi. Nimaga deganda bu uzun ko'chani to yarmigacha metan va propan o'rnatadigan usta akalarimiz egallashgan. Bu ko'chada nechta metanchilar borligini esa o'zlari kommentariyada yozib qoldirishadi. Biz Sirdaryoni dunyoga tanitishda davom etamiz. Siz esa bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.